ko'hna bir devonaman. Ul tug'ishg'onim birla bir o'tda doim yonaman. Onam mendan oldin 2 farzandini tuproqqa topshirib, yurak oldirib qo'ygan. Men tilab topgan bolasi edim. Tag'in yolg'iz o'g'ilman. Agar menda zig'ircha nur va yorug'likka oshnolik bo'lsa, buning barini mana shu savodsiz, ammo ziyoga yo'g'ilgan onamdan olganman. Buvim Toji bibi menga ko'plab ertagu hikoyalar so'zlab berar. Men ularni maroq ila tinglardim. Bolalikdan adabiyotga qiziqishim ham shundan ehtimol. Otam Sulaymonqul mato savdosi bilan shug'ullangan. U meni ilmli bo'lishimni istab madrasaga, so'ng rus tuzem maktabiga o'qishga berdi. Yillar o'tdi, ulg'aydim. Maktabdagi o'qishlarim bir chetda qolib, bir yo'la adabiyotga yuz burdim. Nechun ochildi ko'zim? Qayga ketdi uyqularim? Bu uyg'onishda to'lib toshdi, oshdi qayg'ularim.